Tadbirkor aka-ukalarimiz diqqatiga. Siz ish faoliyatingizni qonuniy olib boryapsizmi? Demak, sizga tamojna kerak. Tamojna bu bojxona bizning huzurimizda. Mana bizning omborxonamizda esa har bitta qulayliklar mavjud. Jumladan, bizni xizmatlarimizning asosiylaridan biriga aylangan bu lift xizmatlarimiz ham mavjud. Bunaqa liftdan ikkita. Demak, siz olib kelgan mahsulotlaringizni 2-qavat, 3-qavatga bemalol qo'lingizni uchun tegizmasdan turib, olib chiqib bemalol joylashtirishingiz mumkin. Chunki bu yerda kara xizmatlari ham mavjud. Demak, videoni ko'rasiz, aziz biznesmenlar, o'zingiz buni ko'rib shohidiga aylanasiz. Undan tashqari tamojnining barcha xizmatlari mana shu yerda mujassam. Aziz obunachilar, mana bu orqada turgan katta bino bu aynan muz xonasi hisoblanadi. Bunga hisob tirisovoy xonalarimiz mavjud. Siz xohlasangiz go'sht mahsulotlari, xohlasangiz ichimlik mahsulotlari, ya'ni energiya deysizmi, suv mahsulotlari, undan tashqari quruq mevalar, ho'l mevalar, nimaiki kerak bo'lsa, hammasini olib kelib mana shu omborxonada bemalol saqlay olishingiz mumkin. Sifatli xizmat hamisha sifatlidir. Davom etamiz. Xullas mana bu temir yo'l verkasi aynan mana shu omborxona uchun xizmat qiladi. Asosiy temir yo'lda 20 metr shunda olib kirasiz, bo'ldi. Ishingiz ham. Mana bu bino 2000 kvadrat metr maydonga ega bo'lgan joy. Siz bu yerga chet eldan olib kelgan mahsulotlaringiz, qo'yasiz, o'zimizning milliy mahsulotlar, ana shu omborxonada bemalol 24 soatlik kamera tizimi ostida sifatli saqlab olishingiz mumkin. Demak, qonuniy bo'lgan har bitta mol borki, mana shu joyda, shu joy egalaridan kelishgan holda saqlab olishingiz mumkin. Aynan sizning xavfsizligingiz uchun mana bunday qo'riqlash tizimlari esa butun binoni qurshab olgan. Ya'ni 24 soatga ega bo'lgan jonli qo'riqlash tizimi yo'lga qo'yilgan. Bizning manzil makonimiz Toshkent viloyati Zangiota tumani harakat mahalla fuqarolari yig'ini, loyiha chiquvchi 11-uy. Demak, mana bu raqamlarga qo'ng'iroq qilish esdan chiqmasin.